Bu bir unutulmaz kunlar. Şu yili yazning dastlabki kunlarining birida musikat Nurishkimiz Naqshsul ömriga artist qabul qilish uchun Tangri teg'ining janubiy va shimoliga bordik. Bepoyon bu zaminda mushundaq bir qizning borligini o'ylamagan ekanlar. Özeyni doğru bakma. Birazdan toydunuz mu? Keçiriniz yigit, maşinanızga çıkıp alaydı diye. Bo'lmaydi. Aslida siz mi qizg'on ekansiz o? Bek noch ekansiz. Nima degan shu qizlar, ha? Bayı qizg'on ekanligingizni tanımay qaptiman. Bo'ldi, yer turib yo'lni boshlanlar. Sizlarni og'li kelmadi. Amalsiz piyoda mangadigan bo'ldik. Yuringlar emasmi? Yo'lda qoldigan bo'ldik-da. Amal yo'q. Tazimi bir chiqirib olganga men bo'ladi. Shu amaniga chiqib olgan bo'lsak, bek yaxshi bo'ladi. Shu emas, halimiz ondan kamidi. Hay qizlar, agar arshov proshtirab qolgan bo'lsa, cho'qim chiqirib olasiz. Ular bilan paranglashqashmangayli. Zaruriyati bormi? Hurriyat, mashinani to'xtating. Ay, mashina to'xtadi. Bizga Alloh yaxshi ordi bo'lgan. Qizlar, mashina. Qanda? Ay, Mahira. Nima deysan? Bizga naqsh aytib bera. Aytmayman. Bu ism bak ko'p gap. Ayta, Mahira. Aytmasam. Bo'ldi, anlanglar. İsminiz Mahirami? Ha. Necha yoshga kirdingiz? Yil oxirida 17ga kiraman. Uyingiz nerede? Men deb beray. Uning uyi shaharda. Uning dadasi bilan mening dadam shunday yaqin og'ayni. Mahira naqshini bulbuldek yaxshi aytadi. Bulbullar besh chekkan. Naqshi aytolsin, aytolmasin, hammasi bulbul. Ishonmamsiz? Agar dadasi qarishtirmagan bo'lsa, u burun shaharlik san'at o'mrining artisti bo'lib ketadi. Artist bo'lamagingizni dadangizdan ko'rdik ekan-sizda? Yo'q, undaq emas. Dadam menga bek amroq. Uningdan ko'ngil bo'lmaydi. Men o'zimcha naqsh aytib, usul o'ynab qo'yaman shu. Qizlar, sizlar nima ish qilasizlar? Men o'rmonchilik maydonining ishchisi. Men boshlang'ich maktab o'qituvchisi. Men prigazchik. Men buxgalter.
Men bu ormançılık meydanının işçisi. Mening uyum tağda, men narsalarni baqaman. Sizchi? Men tek xizmatim yo'q. O to'liqsizni endi tuttirdi. O dadasi bilan bizning uyga mehmon bo'lib kelgan. Siz o'ltira. Uyingizda yana kimlar bor? Apam, akam, acham, ukam bilan singlim bor. Sizning ismingiz nima? Mening ismim Mahira. Sizning ismingiz Mahirami? Yana bir Mahira chiqdi. Biroq men uningdek bulbul emas. Sizning uyingiz qayerda? Tog'ning cho'qqisida. Bulutlar laylab turgan joyda. Hozir bulbulning naqshini anglab baqsam bo'lamdi. Shunday qila Mahira. Naqsh aytib bermayman. Naqsh aytmayman. Qo'yardan bo'lmagan ekan. Qaranglar, boradigan joyga kelib qopdi. Voy, rostlanmoq. Cho'qim qayta ko'rishimiz, Mahira. Bu yer intayin manzarali ekan. Yuriyat, biroz orom olib olaylik. Bo'ladi. Aminacha, yuzingizni yuvalamsiz. Muzdek suv kel. Ma'qul. Oy, ajab muzdakkan. O aytyapti. Nur. Anladingizmi? Cho'qim yilqi Mahira aytyapti. Bu ovoz haqiqatan yiqimli ekan. Biroq yilqi Mahira aytgan deb jazmlashtira olamsiz. Shundoq kesib aytamanki, o cho'qim Mahira. Nima bo'ldi? Chunki uning ismi Mahira bo'lganligi uchunmi? Tog' egiz, orliq shuncha yiroq tursa, Mahira ekanligini jazmlashtira olamsiz. Menimcha bu qizning vujudida bir xil sehriy kuch bor. Biz uni tepib imtihonga qatnashtirishimiz kerak. Hey, ukam! Tog'ning o tarafi qiya. Nima dedingiz? Gapingizni ozroqmi anglayolmadim? Bu yo'l nega bordi? Sayohat mehmonxonasiga bog'liq bo'lamdi. Hey, do'stlar! Yo'ldan ezib qoldinglarmi nima? Amisa, men deb beray. Bu tog' yo'li sayohat mehmonxonasi bilan o'rmonchilik maydoniga qopirdi. Shu yerga bormoqchi bo'lsanglar, menga agishib minglar. Ao yigitga qarshili bo'lmanglar. U yarini saqlab turadi. Hozirlik keladi. Qizjoq, mamamsiz? Rahmat sizga yigit. Arzimaydi. Rahmat. Hey, yigit. İsmimni chaqiram. İsmim Emin Niyaz. O'rmonchilik maydonining ishchisi. İşte sirtqi artist. İsmim Hürriyet. Yol boshlab berganingiz rahmat Emin Niyaz. Rahmat uka. Bir bo'lsa so'rab boqay. Siz qaysi yil tug'ilgandingiz? Diyat bo'lsa javob beray. 62-yil 5-oyda. Mana emasmi? Sizdan 2 oylik cho'nkanman.
Boladı, çoğun yigit. Ata, yakshanba. Bizni yo'l boshlab beramsiz. Bu yerga tunji qidim kelishim. Albatta bo'ladi. Ha, sizlar cho'qim naqsh usul o'migini qo'dayman. Qandoq deysiz? Sizdek shopir bo'lg'achqa. Nima demoqchisiz? Ajab chiroyli ekansiz demoqchiman. Sizmi xeyli qamlashgan ekansiz. Masxara qilmang a. Nima degan o'zini bilmagan odamsiz? Yana meni turqim rostla qamlashganmikan? Hammasi meni ko'zi o'tkir deyishidir. Ama sizningcha men Shin qilolmay erkin turing. ma'qul. Buriling a. Nechib o'tirdi ekansiz? Siz rostla Hindiston filmiga ochiq qizdiki Basrol Rojih o'xshaydi ekansiz. Shundaqmi? Shundoq bek o'xshaydi ekansiz. Ama Salim unda keldi. Men aynakka qarab o'zimning radioga o'xshaydiganligimni bilgandim. Biroq boshqalar mana siz birinchi bo'lib bayqadingiz. Berkina. Berkina. Siz bu. Tumtra ta ta ta. Berkina deyman. Tumtra ta 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 tumtra ta tumtra ta ta tumtra ta tumtra ta ta tumtra ta tumtra ta tumtra ta tumtra ta tumtra ta tumtra ta Bo'ldi, bo'ldi, to'xtang. Qamishirimiz sal yana sol ko'zingizning chanig'idan maymahmi nima? Balkim shundaqdir. Buningga meni nima ma'lum? Shundaq tug'ilib qoptiman. Biroq bu aybimni boshqalar bayqamagandi. Umuman olganda yomon emas. Sizningcha rasmiy artist bo'la olamanmi? O'ylanib beqishga bo'ladi. Bak yaxshi. Birlashma ko'ngil etish o'tkazsak, albatta bo'ladi. Biroq bir shart bor. Ikkinglar san'atkor, nomer o'rinlab bersizlar. Vaqti kelganda ko'pchilikning hammasi keladi. Hey, Imen! Ha! Kechda ko'l bo'yidagi Shipanda, Urumchidagi naqsh usul o'mgidan kelgan bu ikki nafar san'atkor bilan birlashma ko'ngil etish yig'ilishi o'tkazamiz. Sizlarmi bir qancha nomer olib chiqinglar, ha? Bo'ladi. Hey, to'xta. Radio uzulig'imni uqtirib qo'ygan. Cho'qim bija keltirman. Salomatligingiz yaxshi emas. Bir kun mashinada o'tirib charchadingiz. Ko'ngil etish kechiligini ati o'tkazaylik. Ati ketib qolarmikin? Kimni deysiz? Heliqi naqsh etalaydigan mayratchi. Yuring. On 12 yil bo'ldi. Har qatim g'irim qilganda u mana shunday kishining yuragini ezdi. Kechiring, Nur muallim. Mening hissiyotim to'liq ojiz. Ishonamanki, u hamon tepiladi. Asli bu qatim kammasangiz bo'ladi. O'mak boshlig'imiz G'ofar sizga nasihat qildi. Siz asli Qashqar tarafga berib qizingizni izlasangiz bo'ladi. O'quvchi oladigan turmush o'rganadigan tursak kamsan bo'lamdi. Hozirgi naqsh usul nomerlarimizda yangilik kam, jo'shqinlik yo'q. Mening davlat bayramida qo'ydigan o'yinda yoshlarni sahnaga chiqarg'im bor. Yuring. Agar o'ylaganlarimni xato deb qaramasangiz, meni qo'llashingizni umid qilaman. Bugun uchratgan Mahirada ortiqchilik bor. Ehtimol intayin istiqbolli san'atkor bo'lib qolishi mumkin. Ham shu hamkorsiz bir qizchaqkan o'shu. Aslida u usiz chiqanda. Hey, sening usul o'ynashingni unikiga o'xshab ketadi ekan. Yo'qsatma qilmag'ina, qanday tez o'xshaydi. Agar dadam seni usul o'yini qilib qo'ygan bo'lsa, cho'qim uningdan eshitib tushatdim. Yana yo'qlan gapni qilyapsan, tozaladi.
Mahire. Yok kızım. Nima uchunkin tam bu qizni ko'rsamla o'shunda hayajonlanib ketaman. Acaba uning ismi Mahira bo'lganligi uchunmi? Mahira. Mening o'mak qizim. Mahira. Kızım, çoğun boğanda boş ayakını kiyip, bana okşaş usul oyna. Ayakını kiye kızım, ben seni süret kitapta olay. Kimlik tutur. Bu şunda. Doktor yoldaş, bu günü usul oynağa gelip açanğı berip koysanız. Uni izdamsizlar? O demamidi. Ishida intam elayotidu. Kirib ko'rib boqamsizlar. Kirip görüp bakaylıca, sen kirgine. Yok. Sizmi kirib nomer o'rlab bering. Yak, bilmeymen. Vay, bildi, onun artık soğusu var. Bırak onun bağır katıq tadısı olmaydı. G'ayirtimni qilayotgan kim o? Oy. Biz sizin deymidik. Sizin bağrınız pek yumuşak. Şundak. Kimni deysanglar bo'lmaydi. Jahonda rahimsiz dadi bo'lmaydi. Bildinglarmi? Bildik. Yur Mahira, qaytayli. Taq chiqayli. Sen opangga bo'ldirgan demoqchi eding ha? Voy. Tog'da mushundoq cho'ngliqdagi bo'ldirganlar shundoq jiq. Ochiq chuchuk. Yaxshi. Qiziq yetgan bu. Bizga mana shunday komediya artistlar kerak. Maqsudam. Imen, sizlar qabul qilindinglar. Barliq ishchilar vakolatan ikkinlarni tabriklayman. Sizni tabriklayman, Rajo. Meni bayqab ko'rsatganingiz uchun sizga ko'p rahmat. Yuringlar. Bo'ldi, bizga xolis yo'l boshlovchi bo'lsangiz qanday? Bo'ladi, men bo'lsam yo'ldan ezib qolmaysizlar. Bu gulni kim ekkapti? Ikki qizchaq sizga aytibdi. Ular kimlar ekan? Birisining ismi Mahira deyman. Ha? Mahira. O kirsin. Uni kiring desam unimi dey. Keyin dadisi uni taqib chiqib ketdi. San doktor, sizni bir siz deydiken.
Ketirin. Demek, Mahire degan kız tek ketmepti de biz onu istab tepişimiz gerek. O kızı meptun bolup kapsiz. Bundaq çoğun tağlıq rayında onu nereden tapsız? Amine muallim, ben bir tip gile. Makani dur tağlar arası. Taşın taşka oynaydı sekret, oynaydı sekret. Çiçekina giyip kalısı, köpkek tağlar yürek sarısı. Güzel yar Sizin Mahire tek kayıp gelmedi. Benim kızım Mahire mi kayıp gelmedi? Mahire! 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 Mahire, sizden ahır taptım. Dada, qaytib keldim. Acab yaxshi böldürgenken. Mayra, ala. Apan görse çokum kuşal boludu. Maşin mağdu. Çapsan takdım şu anla. Manaydı. Mayli. Bu şehirde to'lag'anda qilgan hech kim yo'q-ku. Ha? Odam bormi? Yolg'on! Yolg'on! Nim bo'ldi? Ha? Ha? O'g'ri! O'g'rikansan-da? Endi qochib ketamaysan. Ishnecha, men o'g'ri emas. Aduvingni Ishnecha. Og'zingni yum. Dadam kelganda aduvingni berdi. Xat to'xtab tur. Men o'g'ri emas, birisini izlab kelgan. Ishtingizda qo'qib qo'yib kirib olgan. Meni aldayamaysan. Sizni oldimidim. Kimni izlaysan? Bir qizni izlab yuraman. Balkim siz bo'lishingiz mumkin. Meni? Ismingiz Mayrami? Ha. Axir topdim sizni. Mayra, ishlaycham. Yaxshi bir ish sizni kutib turibdi. Chapsa ishlaychi, ha? Buni, ha? Buni. Chapsa buni. Men. Buni, ha? Buni olmayman. Meni qo'yib Chapsa men. Bunu bas! Dada. O sol tek. Nim kılmakçıydın? Tağa, men eski adam emas. Ötünüp qalay, bana uvalık qınmang. Sana okşaş yaşlı adamı kömep diken ben. Aval seni bağlap koyay. Qarang, tog' ustida bir oila bor ekan. Qarang. Tağa, bunda çın bağlap etmang. Men kızınızı izlep kelgan. Tılını tak. Voy. Kızım seni asla tanımaydı. Boşurak tağa, boşurak. Voycan, ağrıp ketdi. Tağa, Emin! ağrıp ketdi. Mayra, meni boşta uytanga. Emin, yana vaqirsan shuni ishtiq tavsiya etaman. Yo'lbars qara. Qara. Sağlıkla mehmandost keladi. Bu yerda o'ltirib turinglar. Ekranlar. Meydan başlığı. Voy, nim bo'ldingiz?
Yapsam meni bu ishni aytam. Aslida tanışıd ekansizlar-da. Uqishmaslik qopti. Kechiringlar. Emin, qanday qilib bu yerga kelib qoldingiz? Uni izlab-ku, Mahirani. Yo'q, u emas. Meni ismim Mahira. Demak, heliq kuni tog'da naqsh etgan qiz sizkansizda? O kuni tog'da naqsh etgan shaharlik Mahira. Bo'ldi, tatinmang. Bayliq naqsh etganingizni angladim. Lay 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 lay. Ha, sizlar shaharlik do'stim Mahirani izlamdinglar? Dadam ikkimiz bayliq ularni tog'dan tushirib qo'yib keldik. Shundoq. Emin, ehtiyot qil, so'qatmasa yana. Çatak yok. Ben işe karosayı desem birinci. Hut. Hey aka, ne turamsınız? Nim deysen? Nemi dep yolunu tosup olasınız? Müzik anlavatkanımdı kömünün mu? Zamanı maslaşkan bu ekensiz de. Motosikletki meni öyle müzik tanışıgan bağ mı? İhtiyarım. Nimi karın senin? Bir çetkirek tokutup turamsınız. Ben olturuşunu bilmem, heydaşını bilmeymen. Emisi bu kimden motosikleti? Kaynanımdan. Peyninim degen nemi gap o? Xotunumның enisinin xotunның eri. Uqtun mu? Vay vay, nemi degen mürekkep gap bu? Bye bye. Bey dep ketkenlerini tegi. Nemiga noçılık kılsan? Ayni yılları ben senden mi bek noçıydım? Aka, ular kim kel? Yür, motosiklet bilen ularını üç biteyli. Hey! Bu külk ovozi ajab tanışıq. Ha, halayık, kilinglar, ha, halayık, kilinglar. Aslan göğsünü kıgan kebap, ha, Siz berip keling, men oldi tarafga ko'rib baqay. Ha, kilinglar. Aslan göğsünü kıgan kebap. İlan, kama, ilan. Assalom. Va alaykum assalom. Naqsh etgan qizni ko'rdingizmi? Qor ko'nglik kiyib Ha. olganmi? Ha, bu tarafga ketdi. Amine muallim. Emin, heliqi naqsh etgan qizni topaylik. Bayli müşahede edi, birdamdil g'oyib bo'ldi. Aldırma. Bulutla arsık möküp algan aymo hamam payda boludu. Amine muallim, sizga tanıştıray. Bu yak muşu yerlik el içideki usulchi, o'tir maktab o'qituvchisi Yo'ldosh Rizvon boludu. Teşhmi? Siz bilan tanışqanligimdan to'nim xushalman. Rahmat. Sizni imtihonga qatnashishga taklif qilaman. Yo'q. Yeshim cho'ng. 30dan eshib ketdim. Sizlarga bir qancha yoshlarni tanishtiray. Rahmat sizga. Qaltis usulchi ekanligingizni burunli anglagan edim. Sizmi sinab beqing. Mening usulimni ko'rib baqmoqchimi? Bu men uchun intayin sharaf. Emin, ishlar qandaqroq?
Hatırcam onu. Çok küçük koçulağa ilan caplı ettim. Mahire, Sıvvan muallim. Dadağızın çokum qaylı qılan. Fırsat ganimet. Bu qatim ürümçidiki naqşısıl ömgegi qubul qılıdı eken. Siz qayerlik muallim? Qashqarliq. Esimde qilishcha, yer islatı mezgilde Dehqonlar uyushmasining raisi meni noyilik san'at o'migiga opirib berdi. O chaqda 12 yoshda edim. Dehqonlar uyushmasining raisi qaytadigan chaqda tex yig'ilgan edim. Yurtingizda boshqa urug' tuqqanlaringiz bormi? Yo'q. Anlasam bir qizingiz bor ekan-ku. Bulbul üçün baharını çıllap, özü məhrum qaldı illiq bahardı. Buludu qarşalımız. Medeniyet idaresi berip resmiyet esenler. İmtihanını bir qanç günlük keyin alınız. Hey! Zımtıqala arqamda yola! Tek bulala! Bulala! Yürüng. Qushqashlardek vichirlashib, quloq mang'amni yeb ketdi. Yoshlarning san'atga qiziqishi bu tabiiy ahvol. Oladig'inimiz 10 necha artist bo'lgandan keyin maktabga berib tanlayli. Aşı Mahire hazır nerede? Onu tapıman dep her gün izlep yursanız bo'lmaz. Shuncha cho'ng shaharda to'g'ri bir kun qatirapmi? Ajab bir yipichiga erishaolmadik. Men o'zim hosil qildim. Ko'chada ketib o'tib, heliqi naqsh ovozini angladim. Gerçi güdeklik çıkıp tursumu, bırak coşkun, celip kılarlık. Men onu tepip, imtihanı katlaştırma. Mayısı degen hemme yedi ba. Siz ulanı bir taldan perviş qilib ketelemsiz. Maysa? 20 yılının aldıda ikimiz mi bir maysa edik o. Endi maysa östürüş növbeti bizge geldi. Siz her bir maysının çiçeklep meyve berişini ümit qilmamsiz. Mahire bilen görüşken vaqtim qisqa bo'lsa-mu, lekin uningda bir xil favqulodda sehriy kuchning borligini bayqadim. Onu tapmasam ko'nglim aram tapmaydi. Qarqumchaq qiz. Kiring. Ustozlar, yana qanday ish bor? Sana yangi vazifa topshiraman. Mahirani davomli izlaysan. Bo'ladi. Qat'iy o'rinlayman. Mana mensa. To'xta. Esingda bo'lsin. Yana bog'liq tushib qolmagan? Xotirjam bo'ling. Baya yoshlarga o'rinlashtirib o'tdim. Erta butun shahardagi Mayra ismli qizlarning hammasi tizimli o'tadi. Nima degan jiq? Yaxshi. Mayra ismliklar oldiga chiqib tizilinglar. Nimaga qarab tursizlar? Oldiga chiqib, tuzilinglar deyapman. Oldiga chiqinglar. Chiqinglar. Ha, chiqinglar. Ha, o'ynashmanglar, ha? Nima kulisizlar? Siz chakkirak bo'ling, qo'lamda. Nimaga qilayim qachilik bu? Qamlashmagan. Men xizmat qilyapman. Bunda qilaylik. Mahira ismlik amaslar hozircha qaytib turinglar. Sizlar tizimlasanglar bo'lamdi, bo'lmamdi, tushdigan bekitdi. Ha? Bu nima ish endi? Ha? Gap bu. Nima ish bo'ladi? Bugun men faqat Mahira ismli qizlarni tizimlayman. Tazima bir. Gap bu. Ketaylik bo'ldi. Yuringlar, qaytib ketaylik. Qaytib ketaylik. Yuringlar, qaytib ketaylik. Ketaylik. Baldırak bilgen bo'lsam ismimni Mayraga o'zgartirib oladiganman.
Nima? Gapsa bu. Nima ish oldi da bu? Nima gap bu? Tazımı ber. Bu tarafga. Sizchi, nima qila olasiz? Naqsha aytaman. Ha, u yoqqa. Sizchi, Usul o'ynayman. aha bu tarafga. Sizchi, Hammani qilaman. yaxshi, o'tirib turib. Amina muallim, sizning topshirig'ingiz bo'yicha Mayra ismli qizlarning hammasini chaqirib keldim. 10 nechisi bor aka? Oz emasga. Sol tarafdagilar naqsha aytalaydiganlar. Bular usul o'ynayalaydiganlar. Tushtiring deyman. O'tirdagilar naqsha aytib usul o'ynayalaydiganlar. Muallim, qarang, qaysi sizga kerak bo'lgan Mahira? Emin. Siz ketkizayotgan yoshlarning hammasini chaqirib keling. Aqlli odamning qilgan ahmoqona ishi-da bu. Tizimlat qilib kelganlarning hammasi Amina muallimning aziz mehmonlari. U odatda nihoyatda muloyim ko'ringani bilan ochiq kelganda alpoz bekli yomonki. Siz nemish uning oldida qizini so'raysiz? Nima? Men yana xato qildimmi? Amina muallimning kechirmishlarini bilmaydigansiz. Bilmayman. Men deb beray, maxfiyatlikni saqlang. Ha. Yuring. Amina muallim, men eng qoyil bo'ladigan ayol. 24 yoshida yo'lda tugab ketibdi ekan. U kasbni deb bir yoshli qizini ilib tirishgan. Bir necha yildan keyin u oxiri dangliq artist bo'lib chiqqan. U o'ynagan usul mamlakat ichida qizg'in olqishga erishgan. Biroq shu kulfatli yillarda u turmaga tashlangan. Bechora 4 yoshli Mahira igichoqsiz ko'chalarda sarsam bo'lib yurgan. Oxirida Nur muallim uni beqib olgan. Biroq keyin Nur muallimni turmaga tashlangan. Kichik Mahira yana igichoqsiz qolgan. Uzun o'tmay u yo'qolib ketgan. Ha? Nur muallimning ayoli nimishqa kichik Mahiraga qaramagandi? Nur muallim uylangan. Nimishqa uylanmagan? Aviyaga qarang. O ikkisi haqiqatan bir jup er-xotinlar ekan. Qalaymaqan gap qilma. Amaliyotda ko'pchilik Nur muallimning Amina muallimni yaxshi ko'rganligini biladi. Xuddi kitobda deyilgandek, muhabbat yozmoq qiyin bo'lgan bir ko'plik she'r. Mening bu she'rimning oxiri qandoq bo'lib chiqar? Yo'qlan xiyollarni qilmay, yaxshi o'rganib sizni bayqab ko'rsatganligimga javob qaytaring. Xo'p, rayimsiz, yolg'on yigit, ketib beqin. Ishlar meni qiziqqan deyishidi. Biroq qalbimdagi o'tning yalqinjab kuyayotganiga 10 necha yil bo'lganligini kim biladi? Nurjon. Sizni tushunaman. Biroq qalb yarasini saqaytishga vaqt ketadi. Men Amina. Mahira sizni debdi qo'ydi. Siz uningga muhtoj, menmi uningga muhtoj. Ishonamanki, hamon bir kuni qizimiz Mahira biz bilan birga yashaydi. Kiram. Kim izlaysiz? Mening ismim Kamil. Anglasam, sizlar artist qabul qilg'ili kepsizlar. Buningdan to'liq xushal bo'ldim. İmtihan beramsiz? Yo'q. Men imtihon bermayman. Men birsini boshlab kelgandim. Kira, güzel.
Ha. Xotinim. Yo'q, rafiqam. Sizlarni aldayotmayman. Rafiqam kichigidilla usul o'ynashni yaxshi ko'radi. Uning ovozimi intayin chiroyli. Ishonmasangiz anglab beqinglar. Balam. Tenkes qilib tegili keldi. Kel. Bu yoq mening ustozim. Kiring. Merhamet. Yoldaş, keçirin kaşılık kıldım. Balamның yezide turvatqınıq 4 yıl boldu. Onun artist boğısı battı. Kelip tizimlası boladı. Biz tul xotun, yetim oğul, öyümde muşu paxlanlı battı. Az kömək qobul qılınlar. Bu nemi qağalları? Çoğ ana, nərs qobul qılmayımız. Ballarığı dep qoysula. Biz onun imtihanı qatnışını qarşı alımız. Sizlarga köp rahmet. Anladım. Ko'chaga chiqamiz. Bir şirayli sınavla sende bulam elley. Apa, mehter kim andı mı? Acha, baldırak qaytib kelgin. Akşam urgup durdu mende balam elley. Apa, ben bu naqşını anlaşık amrak. Kiçigimden hazırgıç anlap kelavatdım. Meyli siz 100 qitimlap etin yaqinliq anlanadı. Tasdik bulam cinin kuzam elley balam elley. Bağrımda sen oynaysan elley balam elley. Nima? Yuqori ovozli ayol qo'shilib aytyapti. Mushundaq esim yaxshi bo'ladi ekan. Haqiqatan yangi bayqash. Ular erkin aytyapti. Kirib ko'rib baqaylik. Ballar şaldamı tikdigan rahmet küçülük dokunuğa apır berip keler. Bək yaxşı boldu. Endi balalarga men qarab turdigan boldim. Kichik do'stlar, ipimni anglanglar. Kichik do'stlar, men hozir sizlarga numar o'rinlab beray. Qaysi numarni o'rinlab beray? Kichik qo'ng'iroqni o'rinlab beraymi? Kichik qo'ng'iroq. Kichkina qo'ng'iroq, tirg'aysan men omroq. Ketecek yerde gül, sen bilen güller her vakt. Ketecek yerde gül, sen bilen güller her vakt. Küçük vatan. Bu Bu yoqqa kel. Tez. Bu qizni bir yer ko'rganda qilaman bu. Yaşıyla terbiyesiz kılıdı. Kara. Avval onun çayını gör bakay. Bo'ladi. Kimler küçük qo'ng'iroq, kimler küçük suvadan. Diller küçük qo'ng'iroq, diller küçük suvadan. Diller küçük qo'ng'iroq, diller küçük suvadan. La 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 la. Ahmet
Şu bulutla artık yuşurmayan ay. Rasma. Bu bir küçük balıken karımız bulmuşsun ha? Undaqmı doğru kep qalamdı? Səpselib qarab baqay, xata turib qalğanda. Doğru deysiz. Amina muallimning xushalliqi yo'q chiqmizon. Mən kirib qarab baqay. Maqul. Hoy. Neyim qılıvatsılar? Çıkın, tez bulun. Görüvatdimi? Ha? Nim dediniz? Aça, başqaça oynanıp qalmışsılar. Bu kimning uyi ekan bilmadik. Ko'ylida usul o'ynayotgan qiz bilan tanishqimiz bor edi. Bu mening uyim, u mening qizim. Ha? Uyga kiranglar. Darvoza Bo'ldi. oldimizda. O'ylab kiraylik. Maqsad. Muallim. Qara, uydan igis keldi. Teşlikmi? Teşlikmi? Mehmanlar, merhamet. Mahire, işkini aç kızım. Mahire. Aça, siz miydiniz? Ben hoş buldum. Sizni ahir tapdım Mahire. Shundoq Mahira. Hay shayton qiz, gap qilmayli ketib qolibsiz. Amina oching sizni izlab necha kundan beri qo'yma jafo tortdi. Tanışır ekansizlar-da. Do'stlarim bo'lib qoldik. Ha, merhamet, merhamet. Ha, o'ltiringlar, o'ltiringlar. Acha, bayqa allay naqsni kim etdi? Sağlık qilma. Aça, yaqinliq mekan? Uni apam etdi. Qandaqkan? Bu naqshini yaxshi ko'ramsiz? Ben yaxshi ko'raman. Kichik vaqtimda apam bu naqshni aytib bermasa, men uxlamay ko'zimni ichib yotatdim. Bu bek yaqinliq naqsha, shundaqmi? Shunday. To'lim yaqinlik. Choy iching. Rahmat. Acha, sizlarning bu oila haqiqatan san'atkor oilasiga. To'g'ri dedingiz, acha. Dadam naqshchi, qandaq naqshchi bo'lsa aytaverdi. Yana har xil so'zlarni chala oladi. Mahira, Ha? balalarni uyga akirib keting qizim. Ularning uxlaydigan vaqti bo'ldi. Ma'qul, jinim opa. Shundoq. Bizning bu yerdagi odamlarning tili chiqishi bilanla naqsh ayta oladi. Oyog'i chiqishi bilanla usul o'ynay oladi. Choy iching. Balalarning dadasi qaytib keldi. Ha, xush kelibsizlar qarshidan, qarshidan. Biz ko'rishgan. Tinchlikmi? 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 Bu yoq meni Ha, Urumchidan kelgan mehmonlar. Voy, tanishamsizlar? Ha. Ha, yaxshi, yaxshi. Marhamat, marhamat. O'tiringlar. Aka, uyingizga isitlik kirib, adabsizlik qilib qo'ydik. Tuz qilma. Kechirgaysiz. Marhamat. Marhamat. Kelinglar. Amina muallim, imtihon elish vaqti oz qolganda. Az qoldi. Talantli san'atkorlarni ko'proq bayqashni umid qilamiz. Xizmatimizni qo'llab berasizlar. Asl mundaq ishganda hamma yerga e'lon chaplab, artist qabul qilmoqchimidinglar? Mening uyimga artist tanlig'ili kelgan bo'lsanglar, naqshi etib, usul o'ynay oladigan odam yo'q. Bova, bizni aldimam. Qizingiz Mayraning ovozi xuddi bulbulga o'xshasa, o'ynagan usuli xuddi oqquga o'xshaydi. Bizni ko'midi demsiz? Sizlar nima ko'rdinglar? Baya hammamiz ko'rdik. Aka, qizingiz Mahira kam uchraydigan san'atkor. Uning biz bilan ketishiga ruxsat qiling. Bu niyetinglardan yeninglar. Qizim artist bo'lmaydi. Menmi uning artist bo'lishiga qo'shilmayman. Dada, menga
Bana nakşi etişini özünüz öğrettiniz. Yen muallim tehdit kılıp usul öğrettiniz. Siz daim bana hakiki artist bulup çıkan deytiniz. Recep bugünkü kelgende artist buluşumga nemişki koşulmaysız. Makul daha. Cinim dada. Sizler menin aramımni buzdinglar. Qaytib ketinglar. Ömek başlığı. Anladınız mı? Ahval mana şundaq. Vaqtni ching tutib, 7-ayning oxirigacha cho'qib qaytib kelinglar. Bu qitim davlat bayramini tabriklash o'yini qo'yiladigan talab yo'q edi. Xotirjam bo'ling. İmtihon ilishni ati boshlaymiz. Yaxshi bu. Alayda iqtidori balani tanlashga diqqat qilinglar. Bir qizni bayqidiq. İsmi Mahira. Lekin dadisi uning artist bo'lishiga qo'shilmaydi ekan. Ekeling. Ömek başlığı. Bu kızın sanat hizmetiga boshqa qaraydigan bir dadisi bor ekan. Ha. Xizmetinglarning utuqliq bo'lish bo'lmasligi tirishchanliginglarga bog'liq. Yo'ldosh Amina. Siz boyitilga olgan Mayra. Ha, yo'q. Demakchi bo'lganim qizingiz Mayraning izlariga bormi? Yo'q. Yo'q. Ko'nglingizni yerim qilmang. Biz yana Qashqar tarafga berib davomli izlaymiz. Ishonimanki xabar bo'ladi. Xabar bo'lsa, sizga cho'qim yetkazaman. Rahmat sizga. Dada, cinim dada, bundak azaplanma. Kıza soğup kalıdı, yevilen dada. Ben hem de artist buluşunu oylamayım. Herkes oylamayım. Bilemem kızım. Nakşi etip usul oynagan vaqtingda şundaq xushal, hem şundaq chiroyli bo'lib ketsa. Artist bo'lsang, muvaffaqiyat qozinasan, yaramliq artist bo'lasan. Biroq men artist bo'lishimga qo'shilmayman kızım. Meni kechir. Meni kechir. Bu Allah'ın akısı kalp reştimni bağlab aldı. Bichara qizim bo'lgan sevinishdan xoli bo'ladi. Senin balan göz karağın, elley balan elley. Bir çiraylık sınakla sende bulan.
Amine! Tez bol bu yoqqa chiq! To'xtab turinglar. Bo'shroq gap qilinglar. Qizim Mayra uxlayotdi. Men hozirli chiqaman. Tez bol! Tez bol, to'la azmini qilma! Tez bol, tez! Tez bu yoqqa chiq! Intam avcılar çıkken ha? Boshlaylik. Ha. Yo'ldosh Rizvon, boshlang. Marhamat. Kasbingiz, O'rta maktab o'qituvchisi. yeshingiz, 33 yosh. Oynaydigan usulingizni o'zingiz tanlang, yo'ldosh Rizvon. Bo'ladi. Men o'ynamoqchi bo'lgan usul Uyg'ur xalqining klassik musiqasi 12 muqomga asosan o'zgartib ishlangan ta'zi usuli. Fikr bergaysizlar. Tayyorlik qilib olay. O bizning bu yerdagi anaqma usulchisi. Qara, boshlandi. Amine muallif. Naqshi aytolmaydigan yiliq Mayra keldi. U bizga qarayotdi. U bir usulni o'ynayalayman. Patarchi usul deydi. Bo'ladi. U imtihoniga qatnashdi. Men o'rnashtiray. Naqshi aytalaydigan yiliq Mayra pek chikanmidi. Qanday qilamiz? Keyin bir gap bo'lar. Yana amal qilib boqay. o qizni bo'ldi qilaylik. Qarang. Bugun intam bagilik kelganlar buningdan yaxshi ekan-ku. Siz qanday kirdingiz? Kechiring. Bu mening birinchi qatam tomdan ortilib tushishim. Keling, sizga deydigan gap bor. Bir keling. Tez bo'ling. Rostla sizga deydigan gap bor. Berib imtihon bering. İmtihan? Yo'q. Belgim yo'q. Artist bo'lmayman. Acaba o'zgaryapsiz-ku. Tazimni yarım atgansiz. Voy, isit. Gap qilmaysiz-ku. Hamoqatlik qilmang. Bu sizning taqdiringizni belgilaydigan istiqbolingizga munosib imtihon. Rizva muallimi badi. Rostmi? Sizni aldasam, ishtib ketay. Kesib aytamanki, mushu paytda
Bütün şehirde öyden çıkmay keç sıkıp oturduğun sizden başka ahmak yoktu. Kızlarning hammasi beribdimi? Elbette. Tez bolun. Bulmasa Amine muallim hasret çekiyor. Amina muallim? Ha, meni u elbette. Bir gap qilyotdi ku. Kimga gap qilyapsan? Hech kimga. Birisining kulki ovozi anglandi. Men mi angladim? Qo'shnilarning uydan anglamagandek qildi. Dada. Hı? Dada, sirtqa chiqib o'ynab kelaychi. Urumchidan kelganlar ketgandan keyin nega berib o'ynasang mayli. Imen, tez bo'ling. Dаңлıq ikki artistni qo'g'lab etdinglar. Ular tugi so'yibni chillab kelgili bo'lmaydigan mehmonlar. Bo'ldi, ko'tildab hemen. Nima uchunkin dаңlıq artist Aminani ko'rsamla. Sizlar gapini qilib bergan, yurtinglardan chiqib ketgan qiz Oysham esimga keladi. Ayni yili kichik Oyshammi shundoq aqlliq, naqsh usulga mahir edi. Shu yili u artist bo'g'ili mangan chog'da chechini tushirib yotgan ekan. Rasma? Kim bilsam, dаңlıq artist bo'pti. Agar hozir o'quvchi og'ili kelgani shu bo'lsa, to'liq xushal bo'lib, burunli qizini uning qaytirib bergan bo'lardim. Agar bu qitim kelgani rastli shu bo'lsa, biz uni uyda qo'ndiratdik. Men texi o'z qo'lim bilan uningga o'qishtirib, puli itib beratdim. O chog'da men bir qo'y so'yib, uni otdan mehmon qilatdim. Bak yaxshi bo'ladi. Nimalarni deb yurisiz? Uning o'lib ketganiga 10 necha yil bo'lgan tursa. Bunda qilsak bo'ladimi? Chataq yo'q. Keyingi imtihon berguvchi Reshit. Menma? Jiddiylashma. Siz bo'lamsiz. Aldiq keling. Nimaga tizimlatdingiz? Girim qilamsiz. Yo'q. Hojatsiz. Men naqshidan imtihon berman. Yaxshi bo'pti. O'zingiz eng yaxshi ko'radigan naqshidan birini ayting. Hargiz qo'rinmang. Men opera g'erib sanamdan ariya o'rinlab beray. Amitaxon, men buni jiyanimga olib berib kelay. Ha. Tağa, gepimni anglang. Aslida sizdan xato qo'y. Ay, urmang. Gepimni anglab beqing. Urmang deyman. Bugungi ishda butunlay siz aybli. Haramzada. Joyli qeri. Bu yoqqa.
Bu yerda imtihon edildi. Atla, dadımız geldi. Endi qanday qilamiz? Rizom bana, onun da sırası Bo'ladi. geldi. Tazini bir. Bu qanday bo'ladi? Çatak yok, kim? Hayat senin. Sahneye çıkın. Ben çakırgıç düşmem. Heves bilen oynan, ha? Chiqanma yere. Jiddiylashmay astoydil o'yna. Muvaffaqiyat qozonsiz. Mana ishini. Bo'lamdi. Chiqanma yere, chiqar. Bo'ladi, men otirib Ma'qul. Mahkeni bek yaxshi aytding. Tabriklayman. Mundin ketar bo'lding sen yotning yeriga. Minni qo'ydim kulgime yetmeg'imiga. Mundin ketar bo'lding sen yotning yeriga. Minni qo'ydim kulgime. Mahsun sen yaxshi aytishgan, ha? Bu neymiş? Sizimiz Sohbet yok. sizimmiş ki yoktu o. Sizlar Onu olmaz. anlar mı? Yarim olma sergerdan bir kıyane bakışın derdimge derman yarim olma sergerdan bir kıyane Sağa, sizin geldiniz mi? Bir yere otur. Oturun. Oturun. Ha? Kessem yemek lo. Qort yaxshi aytdi, ha? Mana bu biz izleyatkan kız. Sizimiz yok bu. Belki başka caydan kelgendir. Ha? Bu kız kim? Şu işini qanday qilding? O heyre bek iyili gerken. O geldi mi? Ben bir kızımla kötü ola. Senin rolunu alan al kızını benim ordumda tebriklep koyun. Evet Amine'ye gidem. O kız kabul ettik. Şunu tanışalım. Bo'ladi. Kızımla aldap ketken hem koltek bilen kim insaflışıma? Qarang ularga. Haqiqatan yaxshi o'yindilar.
Ne bo'ldi? Mahira. Shukan. Mahira. Yaxshi bo'ldi. U haqiqiy iqtidorli ekan. Uni qabul qilishimiz kerak. Mayra, tabriklayman. Bekka sayınlar. Muborak bo'lsin. Jumba xush bo'lyaptiman. Mayra! Ne qilma! Ketme! Dada. Aka, qizingiz haqiqatan tepilg'usiz, talantli san'atkor ekan. Uni qabul qilmasak, biz san'atkorlarning ko'nglimiz aram topmaydi. So'ngimni kirayli. Yenge. Akamni qoyil qiling. Jiyan qizim basun. Gapning po'stkalisini qizim artist bo'lmaydi. Bo'ladi. Yanama o'ylanib baqasiz. Pat arda bu yerdan ketimiz. Bu qitim Mayrani ip ketmaymiz. Kallangizdan o'tganda andin uni bizga topshirib bersangizmi bo'ladi? Biz bu shahardan ketadigan kuni Ahmet buvay qizini yiroq joyga itmoqdi. Hammamning uyi shundoq shiraqdimi? Az qoldi. Aldırma kızım. Aldığımızdaki Kazaklarının yaylığı. Rostmi? Benim bulbulum. Bana yasak ol. Nima degan qiziq? Ular nima ish qilyotidi? Bilmamsiz, muhabbatlashiyotidi. Siz boshqa yerdan kelibsiz-da, yayloqqa kelib boqmaganmi? Amina acha. Mahira! Acha, Mahira, bu yerda nima ish qilasiz? dadam boshlab keldi. Tinchlik bu. Ahmet aka. Axir ideyangizdan o'tibdi-da. Rahmat sizga. O'mikimizdagi barliq san'atkorlarga vakolatan bizni qo'llaganingizga rahmat aytaman. Nereye durup? Biz bir yerden ötüp gitip atkan. Ha? Mayra, gepimde anla. Sana iki yol var. Ya men bilen öğüke. Ya atbalılıktın keş. Ülük Türkinge men iyi gemez. Hey! Nereye duruş? Ne mıxınız bu? Nereye durun lan, nereye? Amina muallim, meni rostini qabul qildinglarmi? Ha. Xo'sh. Xo'sh.
Küçük vaktimde apam bu nakşını etmese, uxulmay gözümle içip yatattı. İkkili yol. Ya men bilen öy qayt. Ya atı balılıqtın keş. Ürüktürgenge mende emas. Nima bo'ldi? Hech uqmabsiz-ku. Qarıştırmasağınızı sorayman. Ətigəndila Mahirəni apırıb qoyman. Nima uchun? Tağa, aça. Meni ip ketinglar. Uyga qaytib ketmayman. Kichigimda artist bo'lishni orzu qilardim. Nurg'un ketim tushimda sahnada usul o'ynab tush ko'rdim. Meni qabul qilgandinglar-ku. Sizlarni aram deganda topdim. Nima uchun meni qaytarib etsizlar? Qaytib ketmayman. Meni ip ketinglar. Men cho'qim artist bo'laman. Meni ip ketinglar. Gep anlang. Mahirə, bu qitim qaytıb durun. Arzuyunuzga çoxum yetisiz. Dadınız həsrət çekip qaytıb ketdi. Onunla edevi xizmət işləş gerek. Benim kızım qaytib ketdi. Aca, Mahirə, əmdi ketməydiğən siz kızım. Amina açam meni qaytarib etdi. Allah. Amina muallim hakikaten. Ah köngül ayalken. Yoldaş. Amina, sizlarning rahbaringlar bo'lamda? Amina peshqadam artist. San'at uning hayoti. U yuksak kasbi uchun yurakini sarf qildi. Turmida yatdi. Türmede yattım teki. Ofatli yillarda bir nafar san'atkorning o'limdan qutulib qolganligini bilmasangiz kerak. Ölümden kutulup kalgan. O kayerlik. Qashqarlik. Bu yıl kancık kirdi. 41 yoshga. Onun başka ismi var mı? Burungi ismi Oysham edi. Biroq hozir bu ismni biladiganlar yo'q. Kechiring. Mening sal mijozim yo'q turdi. Dada, nima bo'ldingiz? 52 yılı ben küçük Ayşem'le Nahiye'ye apaganda o aran 12 yaştaydı. Ben qaytib ketadigan çağda o mankısını ekitip yığılgan. Keyin Qashqardan chiqib ketib 6 ayga keldim. Mana hozir sizning yeninizda turibman. 30 yil bo'ldi. Uni ko'rmadim. Her qitim Ürümchiga borganda uni ko'rmaganmidinglar? Yo'q. Cho'ng xatlik kezdim. Onun rastla artist bo'lganligini bildim. İsmini Aminaga o'zgartibdi. Uni taraf-tarafdan izledim. Birisi menga uni tutib ketganligini 4 yoshli qizning ko'chada qolganligini dedi. Şu günü kişiler Amina'nı urup öldürüp yitipti, cesedini kakaslıkı taşlayıp yitipti deyişti. Ben onun cesedini izlep kakaslıkı badım. Birisi deryağı taşlayıp etti dedi. Appa! Appam qani? Yığlama. Meni qo'yibding. Apanız nerede? Rahmatini bir şey tashlab etgan edi. Bu oyoqni appamga bermaysidim. Apanız kim idi? Appam artist Amina, uni Ayşem deb ataydi. Tag'a, appamni deb berib qo'yamdi. Apanızını izlemeyin. Sizni öyge ep ketey. Kızıp kapsız o. Biçare bala. Şunda kılıp bizning uyda turup kaldı.
Eniqki, bu Amine Mahiraning o'z opsi Ayşem. U o'lmabdi, hayotgan. Әмісі біз bu ishni darhol Nur muallimga aytaylik. Bo'lmaydi. Mahirani bizning beqvoqaligimizni Nur bilsa, Amine bolasini yenimizdan ip ketamdi. Mahira artist bo'la olamdi. Shundoq, to'g'ri deydilar dadisi. Hey xotin, nimaga qilaysiz? Xushal bo'lishingiz kerak-ku. Ata, saharda qizim Mahirani xushallik bilan yo'ldosh Nurga topshirib berman. Qo'shildim deyman. Qizimizga menday. Usul ayığı. Acep çıraylıkken. Bunu ben düşündü köygende kılaman. Bu ayakni siz elib eling. Gepimni esingizda tutib, uni chamadonning ostida saqlang. Haq ko'rsatma. Siz haqiqiy artist bo'lib sahnaga chiqqanda ondan keyin Ma'qul dada. esingizni chin tuting. Dadam Amine muallimning gapini anglang dedi. Ertadan boshlab asos mahorat mashqiga qatnashsiz. Pek yaxshi. Pek yaxshi o'yindi, ya.
Qadrli dada, Kuyumchan apa. Sizlarga bir xush xabarni aytay. Cho'ng tipdagi usulliq teatr to'lin oydagi Anna bola bosh rolini rahbarlik Amina muallim bilan mening elishimni qaror qildi. Hozir Amina muallim xuddi mehribon onadek har kuni menga yetakchilik qilyotidi. O'zimni intayin baxtli his qilyapman. Dada, siz menga bergan hiliqcha bir jup usul oyog'ini kiyib, tunji qitim rasmiy sahnaga chiqqanda sahnaning oldida sizlarning o'ltirishinglarga intizor bo'layapman. Mening eng suyimli dadam, apam. Yana öyle sevinipsen de. Ay, uslayıkken go. Ekele kör bakaylı. Ben sırayla gel. Ayakla kaydır. Ayakla kaydır. Kim buldu? Bo'ldi. Oyog'ingni musodir qilamidik ya. Niman chiqib ketsan endi? Dadam boshqalarga ko'rsatma degan. Qizlar. Nima varang-churun qilasizlar? Tek uxlamadinglarmi? Mayraning bu usul oyog'i bek chiroyli ekan. Kiyib ko'rib boqayli desak, u unimidi. Shuning bilan biz talashdik. Mening. Buni sizga kim berdi? Dadam bergan. Boshqalar ko'rsin degan edi. Rasmiy sahnaga chiqqanda kiymoqchi edim. Muallim, bu işte Mayra'da günah yok. Biz talışıp, varang-churun qilishmasak bo'ladi. Hamma xatolik bizda. To'g'ri. İntizomga rioya qilishinglar kerak. Vaqtida yetib uxlanglar. At yana repetitsiya qatnashsizlar. Siz? Nur. Men yo'q. Biz kutgan kun oxir yetib keldi. Esimda qilishcha, opamni usulchi edi. Gerçi bu ishlarni menga hech kim demagan bo'lsa-mu, xuddi tushimdagideklar guvoh esimda. Agar opam hayot bo'lgan bo'lsa, cho'qim Amina muallimdek bo'lgan bo'ladi. To'g'rimi? Shundoq. Cho'qim uningga o'xshash bo'ladi. Uni siz bilamsiz? Yo'q. Sizning hozirgi ota-onangiz Ular meni o'z qizidan ortiq ko'rdi. Menmi ularni intayin yaxshi ko'raman. O'z ota-onamning ahvolini ular bilamdikin deb o'ylayman. Biroq ularni so'rashni xohlamadim. Albatta ularni demadik. O'lib ketgan ota-onamni faqat qalbimda eslayman. Hozir bir obdan turibman-ku mana. Repetitsiyaga ta'sir yetkazmaslik uchun hayojonimni besib, hissiyotimni tizginlab, hozircha bu ishni uning demaslik qaroriga keldim. Hammasi yaxshi. Repetsiya qilyotidi. Ömek başlığının deyişçe, Abdunum rayonluq madaniyat nazarati biz o'quvchi qabul qilgan har qaysi jarayonning san'at o'maklarining vakil evatib, bizning o'yinimizni ko'rishga qo'shilibdi. Bek yaxshi bo'pti. Hammamiz xushal bo'ldik. Xotirjam bo'ling. Uning tirishchanligidan qaraganda cho'qim muvaffaqiyat qozonadi.
Yana ömek başlığı yoldaş Ahmet Akın'ın oyununu görüşke alaydı teklif kuttu. Rasma. Ras. Demek. Pat arda onun bilen görüşürgenmizde. Dövlət bayramıga atalgan çoğ tiptiki usulluk teatr Tolun Ay. Mayra, sahneye çıksın tez bulun. Azmını kımay tez bulun la. Beş sayılı kız gitsiz tez bulun. Bak yaxshi bo'pti. Amine malum teknik çıkar. Hey, arka sahneyi öteyli. Makul. Qandoq keldingiz? Kamunka, teşma. Teşekkür. Aca, teşma. Teşkimo, bizni Mahira bilan ko'rishtirib qo'yasiz. Alohida ahvol, ularni boshlab ber. Bo'ladi. Juringlar. Makul. Uy, qaranglar. Boshra. Hey, sizlar bu yerda nima qilsa? Mahirani zayt o'qish bor edi. Rahmat. Mayra. Amma teşkimo, Mahira, o'zi hozirlik etimiz, xizmatingizga daxl qilmaymiz. Hamsa dadınızın xitini öz qo'lim bilan topshirib berdim, ha? Ha, siz mangda qamisa. Saltirib ko'rishaylik.
Amine, tek hayatkensiz. Mahire sizning qizingiz. U hayat qoldi. Burun, uning sizga o'xshash ichinishlik oqibatga kelishidan qo'rqib, uning artist bo'lishiga qarshi turgan edi. Hozir mudish kunlar ketib, bahor yetib keldi. Qizingiz Mahirani bag'ringizga bersing, u sizga o'xshash usulchi bo'lib yetishib chiqsa, u mening eng zo'r xushalliqim.